Sizni axir topdim. Qapchirak. Siz meni nima ish qilasiz? U ablah yetib popli qechib meni to'y qilmay turib balaliq bo'lib 6 yil masxarlik turmushga duchor qildingiz. To'y qilmay balaliq bo'ldim. Demakchi bo'g'lingiz. Siz mendan qo'saq ko'tardingizmi? O sizning o'g'lingiz. Ana. Atada. Ota. Bak yaxshi oldu. Mening o'g'lim bor bo'ldi. Mening o'g'lim bor bo'ldi. Buyuk shu yilning varisi bor bo'ldi. Alilri, bu bola sizga opma o'xshashgan. Bir qarab o'z bolangiz ekanligini bilgili bo'ladi. Siz nemishqa otamni oliyleri deb chaqirsiz? Oliyleri degan podshohning nomi emasmi? Ota, siz nemishqa o'zingizni podshohning nomida ataysiz? Seni otangdan podshoh. Sen buyuk shu yilning kelgusidagi valiahd. Siz bo'lsangiz buyuk shu yilning kelgusidagi xonishi. Ana, otam sarang emas-ku, ha? Ana, otang sarang bo'lsa-mu, yana sening otang yo'q bo'lganidan yaxshi. Shu. Saqlab turing. Men hozirlik qaytib berib tayyorlik qilib, rasmiy qoida bilan 8 kishilik taqdirvon bilan sizni ko'chirgili kelibman. Tezman, o'rniga qaytib tayyorlik qilamiz. Ablah, siz yana qochmoqchimi? Ota, siz ketmang. Mushu yillarda boshqalarning hammasi meni saqlandi deb keldi. Siz endi ming tasdiq qaytib kelgandan keyin ketsangiz bo'lmaydi. Anar. Men qochmoqchi emas. Men qaytib berib to'yliq tayyorlab, onangga elchi kirgizmoqchi. Men sizni berib to'yliq tayyorlay oladiganingizga ishonmayman. Mening siz qochmoqchi. Ota, qanday odam bo'lishingizdan qat'iy nazar siz o'xshashli mening otam. Hatto siz tilamchi yarmas bo'lsangizmi, men cho'ng bo'lganda yanada sizni boqaman. Voy, anamay kichik shahzodam. Otangiz degan podshoh tilamchi yarmas bo'lishi mumkinmi? O'g'lim, men avval o'rniga qaytib tayyorlik qilib, atda o'zim onangga elchi kirgizgan ishingiz bo'lsa, hozirlab bering. Mushu yillarda o'g'lim ikkimiz asmasxir qilinmadi. Nagil bo'lsa haq bizni bir narsa deydi. Anam mening ishim sababli Liu onamga bo'zak bo'lib keldi. Anar saqlandi deganimni ortib olg'achqa, hozirgacha xususiy maktab kiramay, men bilan uyda eg'ir ishlarni qilishga majbur bo'ldi. Qarab beqma, u endi 5 yosh turib, qo'llarini qadoq besib ketdi. Ajabo siz uning bir umr mazoq qilib o'tishiga chidamsiz? O'g'lim, o'sha yillarda ishqinlar ko'p jafo chekdinglar. Men hozirla sizlarni o'rniga qaytirib ketaman. Lekin har qanday odamning sizlarni bo'zaq qilishiga yo'l qo'ymayman. Ota, ketmang. Ketsangiz endi qaytib kelmaysiz. Sizni ketgili qo'ymayman. Siz hozirla men bilan uyga qayting. Men ham odamga o'g'limning otasi borligini bildirib qo'yaman. Hey, Alilri. Siz xonanamga ma'lum qil. O to'yliq qilib chin oilasiga qilib kelsin. Xo'p, Alilri. Men hozirda berib Validixonga ma'lum qilaman. Bak, yaxshi bo'ldi. Men endi o'rniga qaytib xush xabar yetkazsam, Validixon cho'qim katta mukofot berdi. Yun bilan Yuer nimishqa hech qaytib kelmaydi. Orada amaldori. Chunki o'g'lim Ostondagi eng cho'ng boy. Ikkilisi kuni sansiz ishni bir taraf qilgan odamlar kechki bilan qaytib kelsin ish qilsa yo'q. Shundoq. Ota. Dana kuyovlim. Keldinglarmi? Qaynana. Voy. Qaynata. Boya men bir 100 ming sar ko'mishlik cho'ng savdo to'g'risida so'zlashgachga kechikib qoldim. Ayibga buyurmasligingizni umid qilaman. 100 ming sar kumush bu cho'ng savdo ekan. Savdingiz aniq topsa, men siz uchun xushal bo'laman. Men sizlar uchun xush bo'layotaman. Tez qarichiga marhamat. Mayli. Yuringlar. Mayli. Can xonim, sen ishingni qilmay bu yerda nima qilyapsan? Shaharning an'anib chiqib ketganiga uzun bo'ldi, hech qaytib kelmayapti. Men uni ansira. Bugun mening tug'ilgan kun ziyofatim tursa, sen bu yerda menga falokat yog'dirmoqchimi? U ishki pas. Bu yerda tursan bo'l. Yaxshi. To'liq ko'zimni qilmoqda turibman. Marhamat, Dana kuyovlim. Tez ishiga marhamat. Ha, uzun safar. Ha, chin bilgan, chin xonim. Ha, denizdagi omad, qanday umr tilaysiz. Begim, xonim, cho'ngxon qiz kuyovini olib qaytib keldi. Allohdan kattami nima? Chin oilamizda faqat ikkinchi xon qiz bilan uchinchi xon qiz bor. Nari bu cho'ngxon qiz bo'lsin. Ata! Ishkinjana, ata, mening yo'lchim qaytib keldi. Endi Anerning otasi bo'ldi. Men aldirab kelgachga quruq qo'l kelib qoldi. Shahar,
Eringizni topdingizmi? Bak yaxshi bo'pti. Endi Anarni otsa bo'ldi. Yo'ldishim qaytib keldi. Siz bundan keyin mendan ansirmaydigan bo'ldingiz. Qaynana, Qaytib kelgan bo'lsangizlar bo'ldi. Qaytib kelgan bo'lsangizlar bo'ldi. Qaytib kelib shu yer bilan Anarni yo'lanchiga bo'ldi. Tufay! Ayni yili ishkisi to'y qilmayli bir yerga kelib qo'ydi yusonni pozxon. Endi yana yuzi qiyinlik qilib uyimizga keldi. Faqat nomus qilmaydi ekan. eng chog'lik ishda men ayblik. Shu yer bilan munosabati yo'q. O garchi sal sirliq bo'lsa-mu, xeyli mas'uliyatchanka. Qaramaqiga xeyli tuzikkan. Afsus, uchsidagi kiyimlardan qaraganda hargiz tuzikroq oildan emas. Ana, chaqchaq qilish o'stikansiz. Bir to'y qilmayli baliq bo'lgan paskina qancha odamni topa oladi? Yağaç quloq, yuzimdagidan yetarlik bo'lmadimi? To'y qilmagan ering bilan bolani ilib bu yerni yo'qol. Ular izchil sizga mushundoq muomala qildimi? Siz elchi kirgizib to'yliq ep kelganda rasmiy to'yimizni qilib olsak. Chin oilasidan ketamiz. Xotirjam bo'ling. Xon onam tezda to'yliqni ilib qurlash qilib keladi. 6 yil bo'ldi. Mening xon o'g'lim yana to'y qilib xonish tayinligini unutmayotdi. Men qachonmi navri ko'raman. Validixonga muborak bo'lg'ay. Nima xushalliq ba. Xon validam, el arsidagi olilar yaqinchilik qilgan ayolni topdik. O olilariga bir o'g'il tug'ib beribdi. Bu gap rostmi? Bundaq cho'ng ishda silini aldashga haddimmi? Mening navram bop bo'ldi. Buyuk cho'yilining varsa bop bo'ldi. Olilar hozir oyimning uyida. Meni sizga ma'lum qilish uchun o'rniga avatdi. Sizni to'yliq ep kelib ko'chirgili bason deydi. Tez. Qalamdar, alamdar, amaldarlarni to'pla. To'yliq tayyorlasin. Men kat to'y qilib, buyuk ilining xonishi bilan valiahdini o'rniga qaytirib kelaman. Xon validimizning og'zaki yarliqi bütün ordudaki qalamdar, alamdar vazirlar murasim kiyimlerini kiyip, jahondagi katta engüşler Şahid Durdulla altın kömüşlerden 500 arvalık tayyorlab, men bilan olilarning to'yini ko'chirgili bason. Farmon berdormiz. Yuner, tanak yo'qlim, tez o'ltiringlar. Marhamat. Marhamat qaynota. Qaynota, sizga tutay. Rahmat. Qani. Qani xonim. Ota, kelib tomoq yeng. Qaynota. Bu qandoq gap? Hammamiz bir oila kishilar tursak, nemishqa sizlar ustalda o'ltirib, meni xotin bolam bo'lsa, bulongda so'zib o'tirib tomoq yeydi. Nima degan kulkilik? Kim sen bilan bir oila kishilar ekan? O buzuq. To'y qilmayli bir er bilan tepishib elib bola tug'ib, chan oilamizning yuzini to'kib bo'lgan tursa, ularni qasrda ep qag'inimiz, texmi o'rniga rahimdillik qilganimiz. Biz bilan bir ustalda tomoq yemoqchimi texi? Loyiqmi taq? Ko'zimda yo'qol. To'l ko'zimga sat ko'rinma. Yo'ldishim to'ylash qilib kelgan. O to'yliq berib bo'lgandan keyin biz darhol ketamiz. To'ylash qili? Sening mushu yaramas ering qancha pul to'yliq beralaydi? Sen mening bu ishki kuy o'g'limning aynilik qanchalik to'yliq berganini bilamsan? Mening erim ayni chaqda 10 ming sar kumush bergan. Faqat Shoyi Durdonilala liq 3 sandiq keladi. Cho'ng bajamning turqidan qaraganda to'yliq ep kelmaganda qiladi. Validixon keldi. Yaşayla. To'y ko'chirganlar niman chiqib, katta to'y bo'pti. Ular oilalari uchun to'yliq beradigan tursa, albatta katta bo'ladi-da. Bilmadim, bundaq omad kelgan qaysi oilaning ham qizidir. Cho'ng yazamning qo'lidagisi Wang Yo'rovaqining o'rik meg'iz pranikimi nima? Mushuni to'yliq qilib bermaydigandu. Bu to'yliq emas. Bu yo'ldishim atamning tayyorlagan tug'ilgan kun sovg'isi. Bu bak oddiy bo'lib qopti-ku.
Men qaynatamga bergan tug'ilgan kun sovg'ati. 3 jin keladigan yo'g'on shaptul. Chempegim, bu kuyovlig'ingizning kelib chiqishining oddiyligi qarashtilib chiqib turdi. Ikkinchi va uchinchi kuyovlig'ingizga selishtirib Bo'lgan bo'lmoqda. kun so'g'it shundoq oddiy tursa, to'yliqqa qancha pul beradi ayting? Sizlarmi bilmaysizlar emas. Chin mushu degan bo'soq to'y qilmaydi balliq bo'lgan tursa, uni oladigan odam chiqinmi cho'ng ish. To'yliqning gapini qilib nima Pes, qilasiz? mening senda qizim yo'q. Ko'zimda yo'qol. Begim, köy o'g'limiz to'ylashish uchun kelgandan keyin siz to'yliqni qabul qilib, shu yerni ochiq yo'riq yotliq qilib eting. Bo'ladi. Ochiq yo'riq yotliq bo'lmoqchi bo'lsa, elchi kirgizib, to'yliq berib, qoida usullarning birini kam qilmasin. Yana 8 odam ko'tarilgan taxtiravan akasin. Ular qila olamdi. Meni to'y ko'chiradigan odamlarim bor. Hozirlar to'yliqni ilib yetib keladi. Nima u? 10 ming sal kumush, 3 jonliq oltin shaptul degan. Xondan saldigan to'yliqqa selishtirganda hech nimaga arzimaydi. Yuragim qopdak bakan-ku, o'zingni xanda vatamsan? Ana, bu yarmas poetik shundoq ustikan odamning kulkisini keltirib. 10 ming sar kumush, 3 jingliq oltin shaptulni yaratmasang, amisa to'yliqni chiqara qani. Biz selishtirib baqayli. Obdan kuyog'lim. Uning biljanlashlariga quloq solmang. Bu yaramas g'alit ekan. Oltin shaptul emas. U bir umr shaptullig'imi chiqish qilmaydigan tursa, siz bilan selishtirishga nima Shu salohiyati emasmi? bo'lsin? Men qarasam, uning kallasining dadi bor ekan. Eg'iz-eg'izdan tushirmay men xon deyotdi. O'zini rasli podshoh deb Chamo shuning eri namrat popli qilmay. Yana bir sarankan emasmi? Obdan köy o'g'lim. Avval bu pullarni ilib berib bir elchi taklif qiling. Yana bir taxtiravan tayyorlang. Yana bir bajroq tsekvelim, oddiyroq bosil bo'ldi. To'yliq qilishga yetarli. Ota, bu men o'tini yerib yiqqan pul. Opirib onamga to'yliq qilib bering. To'yliqnimi chiqish qilanmay. Senmi er bo'ldingmi? O pes. Qara topqa eringa. Bir yaramasni. Nomus qilmay oldin boshlab keldingmi? Mening otam yaramas emas. Otamni bundaq tillasangiz bo'lmaydi. Hatto to'yliqni bermayvasa, yaramas bo'lmay, amisa nima? Kovchi, mushu uy shumi? Validxonga ma'lum bo'lg'ay, mushu uy shu. Tez meni yo'lab tushirib qo'y. Men kelini bilan navramni o'z ko'zim bilan kutib olaman. Men ayiblik, sizlarni jafoda qo'ydim. Obdan köy o'g'lim, bir ayli kishilar orasida undaq deyish ketmaydi. Berib azroq to'yliq tayyorlang. Bugun tuqqanlarning hammasi bu vaqtda to'y ishini bekitib yetaylik shuningda. Bundan keyin shu yer bilan an'ar beshini ko'tarib yuralaydi. Pulni aka. Ay, bu Chan oilasining puli. Bu bizning pulimiz. Menga qaytarib bering. Ana, bu saqlandi. 6 yildan buyon Anang ishqonlar Chan oilamizda bekorga yapishtinglar. Salladin tamoq puli olmag'ini bu cho'ng ish. Endi yana Chan oilasining puli bilan bu erni boqmoqchimi? Nomus Bu qilmaydi. yillarda biz kecha kunduz ish qildik. Azaldan bekor turib boqmadi. Chakar bo'lsa-mu ish qilib beradi-g'andi. Sen de. Şakalı da otamsan. Sen to'yqilmay tug'ib, Chin oilamizning yuzini to'kib, meni yuzimni po'q qilding. Endi yana uyimizning pulini bu yetarga bermoqchi bo'l otamsan. U o'limtek. Begim, shu er sizning o'z pushtingiz tursa, uni bundaq muomala qilsangiz qanday bo'ladi? Ana! Hem senin muş pes kızın tuqqunundan, yani muş yarmaz ki oğlum tapqanında bo'ldi. Ahı ikki oğlum qarab baqa. Birisi orada amaldari, biri ostandagi eng cho'ng boy. Bu yarmaz bilan osmon zimin farqi bor. Kelinglar. Ularni qo'lab chiqarib yetinglar. Bova, ötünüp qalay otamni qo'yib eting. Otam gerçi qarg'i kelmaydigan yarmas bo'lsa-mu, lekin u mening o'z otam. Otam yo'q edi. Endi mo'tasda otamni topganda yana uni ketkizib etsangiz bo'lmaydi. Bova, sizdan o'tinib qalay, otamni qo'g'lab etmang. Norozi bo'layotgan bo'lsangiz, meni ursangiz bo'ladi. Bova, meni uring. Meni ursangiz ochiqmiz chiqib qoladi. Undaq bo'lganda otamni qo'g'lab etmaysiz. Qarab baqa tarbiyaliga o'g'lingga, kelgusida otasiga o'xshash yarmaz po'g'idek. Begim, bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Shuncha ko'p mehmonlarning oldida bakli sat. Kelinglar. Ularni qo'lab chiqaringlar. Begim, she'rlarga rahim qiling, o'tinib qalay. She'r sizning o'z pushtingiz, anar sizning o'z navringiz. Ana! Nomus
nomus qilmaydi otamsan. Hammani qilgan sen buzuq. Mushunaq pes qiz tarbiyalab, qizing bir saqlanib tug'ib, yana yarmas kuyog'ildan birini tepib keldi. Bir oylik to'tong, tug'an kun ziyaftimda meni osal qildinglar. Qarab beqinglar, mana bu farzandlari qog'i kelmaganning oqibati. Mening ikki qizim o'xshamaydi. Ular ishkelisi katta oilaga yotliq bo'ldi. Mushundaq obdan ikki kuyog'lim bor. Ana, hamma odamning taqdiri yaxshi bo'lavermaydi. Otamning taqdiri jafoliq ekan. Uning taqdiri jafoliq emas, balki past. Onasinikiga o'xshash past. Nima qilib tursizlar? Uni so'rab ep chiqib etinglar. Xo'p. Sen Qaynana. Meni xotinimga kimchi qizga qilgan. yarmas odam urush qilib ketindingmi texi? Onu tutinglar. Men ko'rib yetdim. Sizlar asla xalq qo'rqmasini odam qatorida ko'maydi ekansizlar. Xudo bo'lgan ekan. Sizlarga rayimlik qilishning hojati yo'q ekan. Sen yarmas sening tunishqing kep qolganda men shundoq cho'ng gap qilib o'tamsan. Chiqinglar. Ondan kuyog'im, siz unaqa tan kelamaysiz. Tez qiynatangizga ma'qul bo'lib xatolig'ingizni tuning. Siz elchi kirgizib to'yliq bangandan keyin shu yer bilan an'arni elib, bu yerdan kessangiz bo'ladi. Shundaq dadisi. Chin qasrda necha 10 xizmatkor bor. Siz tankilamaysiz. Almadis bir ish bo'lib qasqanda qilamiz. Buva, sizdan o'tinib qolay, otamni qo'yib edim. Buva, sizdan o'tinib qolay, sizga bosh uray. Buva, sizdan o'tinib qolay. Ana, bundoq odamga bosh urma. Ota, men endi boshqalarning meni saqlandi deyishini xohlamayman. Xalqlarning yana onamni uni buni deyishini xohlamayman. Meni otamdan ayrilib qolg'im yo'q. Ota, siz buvamni oldida xatolig'ingizni tuning. Onam ishqilma to'y qilib olsanglar, biz ketaylik bo'lamdi. Voy, yanala bu saqlandi ish o'qid ekan. Egiladigan vaqtda egilalaydi. Sen hozir tizlinib, men 100 qatim bosh ursam, seni qo'yib etib. Bu kichik saqlandi bilan bu pasni ep kettirib qo'yaman. Seni xalq tuzlandirg'udak. Qanday salaytding ba? O'rma sharobi ichmay, jazo sharobi ichkidaksan. Kelinglar, uni tutinglar. Seni o'lgin gapdir. Lalidaxon keldi. Qapyurak o'g'ri. Qan o'g'limga chiqilish petindingmi? Aslidagi olamni desa to'liq qismini ko'raman.